Start. Play degan qayerlik bile valla. Qayerlik bile. Ma talk degan qayerlik bile. Library degan birisizlar bu kutubxona. Lekin drive. Drive degan haydаш degan gap. So degan gap, intern degan gap. Quickly degandan tez degan gap. Buniki qarama-qarshi ma'nosi nima? Slow deydi sanamda. Slowly. Slowly. Lean off the ma jumladan chiqdi. Lean out of the window. Degandek shakli aslında aş şekilde. Then don't talk to me. Don't talk to me. I am talking to you. I am talking to you. Men sen gap qilyapman degandek. Qolgani ushbu kirvasani bo'ldi. 65 dars keldik. 65 dars demek ki qarab bakalım. Şimdi yadımda so'zsan bo'ldi valla. 65 ders listen 65. Nar baby dedi. Baby deyince bala deyince bala. Bala. Baby. Bala. Not a baby dedi. Not degani nima? Emas. A baby. Bir bala emas. Yani bir bala emas. Yani bala yani kichik bala emas demek. Kichik bala emas demek. Şunu hata yazdım ama VV'de biz kullanıyoruz. Avazımı anlamadım diye. Şeyler kırıldı. Dad deyince. Dad. Dad. Ballar tile. Bu dada deyince. Dada deyince. Dad. Dad. Daddy de bize işliyor. Daddy. Mommy. Daddy deyince. Dad de bize Dad. Bala dada deyince. Ki deyince aç kuş deyince. Ki. Ki. Aç kuş. Yani birisi mühim deyince. Mühim. Aç kuşluk deyince. Bizim keyword deb işlediğimiz keyword. Keyword. Açıkçılık söz deyince. Mühim söz deyince. Bizde makale yazgan vaqtimizda har qanday keyword deb yozib qo'yishdi. Keyword. Ilmiy maqolalarni o'qisanlar, abstract and uni aslig'icha keyword. Asas mazmun va undan keyin ochiq so'zlar deb 5-6 ni yozib qo'ydi. Child degan child degan bala deganga endi baby degan shunaqa endi qo'zichiqim deb balani aytib deb qo'yamiz-ku. Qo'zam bala yani qizlarni malikam, o'g'illarni shahzodam deb aytibdi-ku unda. My baby deb meniki bala chiqim degan ekan. Uning balam, uning qizi chiqim degandek. Ashuna shaklda degan gap endi. Va child degan gap bala degan gap. Masalan, who is that child deymiz. O kim? O bala kim degandek-chi. O bala kim? Ergiz who is the baby deymiz. Ona baby desam bo'ldi. Masalan, baby deganlik yanaqa mangmaydigan balalarni ko'proq ishlatadi. Mangmaydigan balalarni. Mangmagan texe. İmmat qilgan, mangmagan, ani mangsimi 6 yoshdan to'yin, 4 yoshdan to'yin taraflar shuni baby deb ishlatadi. Endi buni ota-onasi ishlatadi, buni. Ota-onasi ko'proq ishlatadi. Masalan, listen to me baby deymiz. Listen to me baby deymiz. Herkes listen to me child demaymiz.
Listen to me child dep işletmeyin. Men anlamadım işletmeyi. Listen to me baby deyin gep meni anla. Menin gepimni anla. Balam kuzuşkom deyin. Menin balam menin gepimni anla balam deyin. Iliq tatbiq bilan degandek akletme baby deyin. Boyfriend lar girlfriend larmu shundaq ekan. Shu o'ziga texdim yaqin bo'lsin deb baby deb ishlatdi endi. Lady Gaga'nın baby baby degan bir naqsa bu. Ana qo'zichqin atqin degandek gaplashib. Ashna tushunsan sen. Kichik qilib otani ichida amalga qilmasmi? Shunda akletma. Menga. Bizning baba qiz do'stlarni aktiv bir bilan deydi. Shuningdek ashna tushunsan bo'ldi. Yana birisi agar sizlar tunimaydigan birisi desiz, agar sizlarni tunimaydigan birisi baby deb qo'ysa, haqorat bo'luvchi, tillagan til bo'ldi. Haliqi Türkçe demayında tilla bor, sen haliqi chim deb bir so'zni qo'shib qo'ydi-ku. Tunimaydigan birisini kelib, masalan, Ahmet bo'lmasa Ahmetchim degandek. Ahmetchim degan desa, tunimaydigan birisini nisbatan u haliqi osh deyilgan odamni kichik ko'rganlik bo'lgan. Pastga tushirib, tuyon ko'rganlik bo'lgan. Agar dadillari, aqllari, tunish bilish cho'nglar og'ayning aqllari desa, u akletmi bo'lgan. Shunga baby degan bu tunimaydigan birlari birisi kelib baby deb жүрсә, u haqorat bo'lgan. Ya'ni bir xil tilgan shaklda bo'lgan. Yana birisi X-Men yaman manda chiqib degan. Masalan, tunimaydigan qizlarni baby desang, o'g'illarni baby desa, o'zining maqsadiga yetish maqsadida qo'lga keltirish maqsadida deyilgan eskimi, ya'ni nachar ma'noda ishlatadi. Endi bolalari, dadalari bolalarini, endi aqllari, fikrlarini qiz do'sti, o'g'il do'st, qiz do'stini munosabat qancha yaqin bo'lsa, shu baby deb ishlasa bo'ladi. Aslında bolalarning baby desang bo'laverdi. Hamma yerda deb qo'yibdi-ku mana. Buni Xitoy men uqmaydi ekanman, nima degan gapni nash qilib bir nimga. Uyg'ur lug'atini degan bir izlab qo'yla. Baby deganda bu vaqt juda kichik yosh hayvonlar, bu vaqtlarga muomala qilmoq qo'zam demakdir. Ashna bir muddat qo'yish. Shu bizda yerlarda. Aşkısın lug'atini izlab qo'ysanglar, childdan babyni. Buni here degan gap anlash degan gap, here. Mesela listen to me deymiz, hear to me. Deb adı ishlatmaydi. Enjoy degan gap enjoy degan gap xushallanmoq, huzurlanmoq, xushallik topmoq degandek ma'no. Yourself deb qo'yamiz, yourself degan sen o'zing degan gap. Myself deymiz, men o'zim. Ourselves deymiz, ular o'zlari. Yourselves ular o'zlari. Ourselves degan biz o'zimiz degan gap. Theyselves degan. Himself deb qo'yibsiz. U o'zi. U o'zi deyiladi. Ourselves. Endi mom bilan dad degan shu kichik bola tili, kichik bolaning tili. Ana dada degan gap bo'ldi. Mother deganmi shu? Father deganmi shu? Bolalar odatda father, dad, mom deb ishlatadi.
Mission 65, not a baby. What are you going to do this evening? Jill degan adamning ismi valloh. What are you going to do? What medalik izchil zamonda ishlatdi. What are you going to do? What nima are you going to do? Nima ish qilmoqchi? This evening. Bu kech nima ish qilmoqchi? Jill, sen bu kech nima ish qilmoqchi dedi. I am going to. Men qilmoqchi. Endi meni going to kendi mit fe'l kelganlik uchun aşı kendi kelmoqchi bo'lgan harakatni qilmoqchiligini bildiradi. Ashni sen I am going to meet. Meet degan ko'rishish degan, uchrashish degan. Men uchrashmoqchi. Kim bilan? Some friends. Do'stlarim bilan uchrashmoqchi dedi. Do'stlarim bilan uchrashmoqchiman. Ada degan. I am going to meet some friends dedi. Men do'stlarim bilan uchrashmoqchi. Ada you mustn't come home late dedi. You mustn't. Sen qilmasliging kerak. Nima qilmasliging kerak? Come, kelmasliging kerak. Home, uyga kelmasliging kerak. Late, kechki kelmasliging kerak dedi. You must be home at 10:30 dedi. 10:30 degan gap, half degan gap yarim degan gap. Past degancha 3 degan gap. 10 degancha 10 degan gap. 10dan yarim o'tganda chuqum be home degan gap uyda degan gap, uyda. Chuqum uyda 10 yarimda chuqum uyda bo'l degan gap. You must be home, sen chuqum bo'l uyda. At agatda half yarimda past o'tganda 10 10dan yarim soat o'tganda uyda bo'lishing kerak dedi. I can't, men qilolmayman, get home. Vaqt uyda, get home degan gap uyga erishish olmaydi unda. Mesela I get home. Men uyga erishdim bo'lmaydi, men uyga keldim degan gap. Uyga keldim. Yani uyga kirgan vaqtda get home dedim. I can get home. Men uyda bo'lolmayman so early. Unda baldır uyda bo'lolmayman, yani bek baldır uyda bo'lolmayman dedi. Can I have the key? Can I have the key to the front door, please? Alışıklıkla açıkçı ne mağbersin alsam bulamdı. Yani alışıklıkla açıkçı ne? Bana versin bulamdı. Alışıklıkla açıkçı ne? Mende bolsulamdı. Dedi. Mende bolsulamdı. Can I have the key to the front door? Front door degan gap alışıklık. Alışıklıkla açıkçı ne? Alışıklıkla açıkçı mende bolsulamdı. Yani alışıklıkla açıkçı ne? Alsam bulamdı. Tutsam bulamdı degan. No, you can't. Yok. Sen qilmaysan endi. Yo'q, sen qilmaysan. Dadasining qizidan ketib bu endi. Endi mother, endi anasi qo'ydi. Jill is 18. Jill bo'lsa ne dedi? 8 degan nechida? 8. 8 18. Jill bo'lsa 18 yosh. 18 years old. Tom, Jill bo'lsa 18 yosh. She is not a baby. U bo'lsa buvaqa emas, ya'ni kichik bola emas. Give her the key. Uningga ber, nima? Ochqichni. Uningga ochqichni ber. She always comes home early. U davomli uyga, she always davomli comes keladi. She o'g'aloq shunday comes edi. Home uyga keldi early. U davomli uyga keldi. Oh, all right. Dengi. Ha, bo'ldimsa. Oh, all right. Odatda qizlar bilan dadalarning orasida tartish bo'lganda analar o'tira kirdi. O'g'illar bilan dadalarning orasida tartish bo'lganda analar o'tira kirdi-ku. Shuningdek menda o'tdi-mana. Qiz bilan dadasi tartishsa, anasi kelib o'tira kirib. Oh, all right. Ha, bo'ptimsa. Here you are. Here you are. But you mustn't come home after 11:15 dedi. And bayat nemite
past half 10 shundaymi? Oy, half past 10 de. 10:20 deydi. Endi necha chiqdi? After, burun. Equator. Equator degan gap 15 minut degan gap. Bir chorak degan gap. Equator bir chorak past 11. Yani 10dan, yani 11dan 15dan, yani 11dan 15 minut o'tishdan burun sen uyda bo'lishing kerak. Kelib bo'lmasang bo'lmaydi demoqchi. Kelib bo'lmasang bo'lmaydi. Tushunibmi? Do you hear? Anladingmi? deydi. Do you hear? Anladingmi deb qiziqchilayotdilar. Do you hear? Anladingmi desa, yes dad. Yes dad. Thanks mom. Ansa rahmat aytdi. Endi o'tira kirib kelishtirgan ekan. Thanks mom. Rahmat ana. That's all right. Ilqma that's all right degan gap hech qisi yo'q baland. Hech qisi yo'q. Hech qisi yo'q. Desam no thanks desam ham bo'ldi. It's okay deb. It's okay degan desam ham bo'ldi. Mo'jiza ishlar hech qisi yo'q degan. That's all right degan gap. Hech qisi yo'q. It's okay. No problem. No thanks. Goodbye. Xayr xo'sh. Enjoy yourself. Enjoy yourself degan gap o'zingizni xush kayfiyatni xushal qilish. Yourself o'zingizni kayfiyatni xush qiling. O'zingni xush qilgan dedi. O'zingni xush qilgan. Lekin we always enjoy ourselves. Biz doimo o'zimizni xush qilamiz. Mom, ana biz doimo o'zimizni xush qilamiz. Bye bye. Bye bye. Xayr xo'sh deydi. Madam saytning o'qishini oldin qaytadan o'qigandik. Don saatlarni o'qigandik. 1 2 3 4 5 6 degandik. Endi qanday o'qiyotganmiz? Qoch o'qiyotganmiz, qoch o'qiyotganmiz. So'ng mushani diqqat qilib ko'rsam bo'ladi. Bir qadam o'qiydi, Lesson 65, not a baby. What are you going to do? The student will. I am going to meet some friends instead. You mustn't come home late. You must be home at 10:30. I can't get home so early, Dad. Can I have the key to the front door, please? No, you can't. Jill is 18 years old, Tom. She's not a baby. Give her the key. She always comes home early. Oh, all right. Here you are. But you mustn't come home after a quarter past 11. Do you hear? Yes, Dad. Thanks, Mom. That's all right. Goodbye. Enjoy yourself. We always enjoy ourselves, Mom. Bye-bye. Deydi shundan. Uning tugudi qolgan notes on the text degan qarasanglar, the key to the front door, the quarter past 11 degan 11dan 1 chorak degan. Enjoy yourself. Xitoychada how are degan gap bu. Enjoy himself, herself, yourself, ourselves degan men deb turibman. O'shani ko'rasizlar. Ourselves deydi, selves deydi. 66-darsdan keyin soat o'qimoq ekan, soat o'qigan davomlashtirayotgandan keyin bu darsimni tugatamiz, bolalar. What's the time? Bunun so'zliklardan biri kichik konkretli myself, themselves, himself, herself degan buni bayardan deb bo'lgandan keyin ko'ryapsizlar. Myself degan men o'zim degan. Themselves degan biz o'zimiz, ular o'zlari degan. Himself, herself degan u o'zi degan. Birisi ayollik, birisi erkak. What's the time? Soat necha bo'ldi degan. Meni qarasanglar, cho'ng ustilikda tomroq, qisqaroq bo'lgan soatni uzunroq bo'lgan, o'rik bo'lguncha minut degan. Masalan, necha o'tgan bu? 1 o'clock. Mavzu 1 o'clock. Necha? Minutlik ishni ko'rsatib 15 degan. Ya'ni a quarter past 1 desam degan.
birdan bir chorak yoki birdan 15 mi degandek. Agar uni minutcha deyman desam uchun 15 past 1 desam bo'ladi. Macho half. Hammasi ma hozir o'rganmoqchi bo'lganimiz chorak va yarim deganlarni o'rganamiz. Equator past 1, ikkinchisi, uchinchisi half past 2 deymiz. Yarim bu ikki yarim bo'libdi-ku. Uchinchisi o to'rtinchisi nima? Ministrlikse 9ni ko'rsatdi, soatchilikse 2ni ko'rsatdi. Nima endi? Ikki xil o'qishni bo'ldi endi. Masalan, 9 ga yo'q 3 chorak bo'lgan. 3 equator past 2 sonu. Yani 2dan 3 chorak o'tdi. Yani 2dan 45 o'tdi desam bo'ldi endi. Endi yana bir usul qanday? Equator 2 3 desam bo'ldi endi. 3 ga 15 minut qoldi deb ishlasam bo'ldi endi. Qolganini mush bet o'qisam bo'ldi. Ana shu chorak bilan half ekan ku, buni uylanib turasam. Ana ikkinchi qurilmadan what is your birthday dedi. Oy, when deganga maxsus savol olmishi. Yani savol so'raydigan olmish. When qachon deganda? Qachon is bo'lsa your seninki birthday tug'ilgan kuning bo'lsa qachon dedi. How old are you? Sen qancha yoshda deganda. Masalan, my birthday is July desam bo'ldi, June desam bo'ladi. Yana tug'ilgan vaqtini desam. My birthday is Listen, enjoy yourself. Enjoy yourself. I always enjoy ourselves. We are enjoying ourselves. They are enjoying ourselves. Men ham jon qilsam dedi. Ma chislalarga mana qarab desam dedi. Qanma exercise'larni jon qilsam dedi. Complete the sentence using in, at, from. In, at, from deganlarni ishlatib demin tamomlanadi. Masalan, I am in degan gap ichida degan gap, at degan gap vaqoga aytadigan gap, from degan gap din degan gap. I am going to see him which one 10 o'clock. This one at 10 o'clock something. At 10 o'clock. Adet saatlarni oldiga at kelatdi-ku. Nimalarning keluvchi oylarni oldidan kelatdi? In kelatdi. Where do you come from? Buni o'zimizga ketgan o'zimizdan ishlab ketsam. Answer these questions using I, you, he, she, we, they, and o'clock, equator, to past, past deganlarni ishlatib kullanadi. Masalan, I must come home at 1 o'clock. Yani, masalan, when must she go to the library? U qachon kutubxonaga boradi deganda ma kendik sayt valla. 1.15 biz 1.15 deb o'qilmaydi ma bu. Soatlarga masalan biz yozgan vaqt 1 qo'shchi ket, andan 15 yazsak soat bo'ladi-ku. Bu inglizlar bunday yozgancha bu soatni. 1.15, 3.45, 2, 1.30 degan soatlarni bildirdi hammasi keyingi. Shunaqa javob mush javob bersam bo'ladi. Mush javob bersam bo'ladi. I, you deganlarni ishlatib javob bersam bo'ladi. Bo'ldi, hamsa bugun musharchilik bo'lsin qarindoshlar. Qolgan savolinglar bo'lsa so'rasam bo'ldi. Bo'lmasa savolinglar so'rasam bo'ldi, balki tushunmagan bo'lsa. Men qoldim desa to'rtimiz bor, uchimiz bor ekansa men ayraman. Men Allah razı olsun. Sizlerden Allah razı olsun.
Sualınız bolsa, tartib pikirler bolsa, baň aýrym ýasanan buldy, turtdy aýrym diýsanan buldy. Digendek. Dersden sörtü, mesela aldığım biz başlaganda 10 ders düzülemiz degendik, 10 dersini düzülsek, hazır 4 ders düzüldük soňra diýen 60 63 64 65 66 4 ders düzüldük. Who is in bed? Who deýen gep kim deýen gep? Is deýen gep başga deýen gep. Is deýen bolsa deýen gep. In deýen in bed deýen gep karabatda deýen gep. Yani demekçe buna who is in bed. Sözlük çıkıp oldu mu mana? Who kim is başka is bolsa in bed. Kim uxlawadydy? Yani kim başka uxlady diýmeli. Başka kim uxlawadydy diýen. Başka kim karabatda diýendik. Yatakda ýa-ki karabatda. Tamam. Mänisy aşynda uýgurçyda. Başka ýani başka kim başka kim karabatda ýani kim ýani başka kim yatakda diýen. Başka kim yatakda diýen. Yani başka kim uxlawady diýendik mäna sekilde. Sözlerini bilseňizçi şu jümlelerniki jümlenin aldyna goýup goýsak hemme sözden aýrym-aýrym tak mänisini çykyrypla şunda sözlüklerini alayım qaýasyň o deýen kim deýen gep, eres deýen başga deýen gep, iz bolsa deýen gep, in deýen gep, şida deýen gep, bed deýen karabat deýen gep, kim başga karabatda deýen. Aşna dip üzanyndan kuraşdyrsaňa kim başka kim karabatda deýen. Buldan eres deýen başga deýen gep, başga deýen. Buldansa hoş Allah kamanet salamet bulunma. Men çıkıp ketdim sen. Top ýazsaň boldy, aýrym ýazsaň boldy, aýrym pikir